Bugun Jizzax viloyatidagi 2 yo'lovchi tashuvchi korxona uchun quvonchli kun. Bois ularning avtobus parklari 26 ta zamonaviy transport vositasi bilan to'ldirildi. Ma'murjon Toshpo'latov 44 yildan buyon odamlarning uzog'ini yaqin qiladi. Uning mehnat yo'li yo'lovchi tashish sohasidagi butun bir davrni qamrab oladi. Oldingi avtobuslarda yozda issiq edi, qishda ham pechkalari ham ishlardi-yu, bu darajada ishlamasdi. Hozirgi avtobuslarning sharoiti juda yaxshi. Bundan hamma mamnun, yo'lovchilar ham mamnun. Rahmat aytib, mana shunday salqin avtobus chiqarib qo'ygan prezidentimizga rahmat deyishadi. Dilfuza Mirzayeva esa 30 yildan beri shu yo'nalishlarda qatnaydi. Kechagi qiyinchiliklardan qahramonimiz bugun tabassum bilan eslaydi. Bu yo'llardan 30 yildan beri qatnayman. Piyoda ham yurganmiz, vaqtida avtobuslarga ulgurmay qolgan paytlarimiz bo'lgan. Endi hamma odamda ham taksiga minishga sharoiti bo'lmas, imkoniyati bo'lmas balki. Shunaqa katta avtobuslar, zamonaviy avtobuslar qilaydi bizga. Qayd etish joiz, avtobuslarning xarid qilinishi tasodifiy qaror emas. Uning ortida bir necha yillik ehtiyoj bor edi. Shahar ichida ikkita yo'nalishimiz avtobuslar eskirib qolganligi sababli ular yordamida aholiga xavfsiz, sifatli va zamonaviy transport xizmatlarini ko'rsatish birmuncha qiyinchilik tug'dirayotgan edi. Umumiy qiymati 27 milliard so'mlik mazkur loyiha tadbirkorlar uchun katta moliyaviy yuk edi. Shu bois tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2 korxona loyihasi qariyb 17 milliard so'm miqdorida imtiyozli shartlarda moliyalashtirildi. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, bugungi kunga qadar kompaniya tomonidan Jizzax viloyatida 933 ta loyiha jami 333 milliard so'm miqdorida moliyaviy qo'llab-quvvatlangan.